sevishgan qalbingga to'yi bugun yor yor. Xush kelibsiz azizlar, dasturxonda ne'matlar ay. Yeb ichib o'ynab kuling, birga bo'ling yor yor. Yuzlarida pardasi yig'lab turar onasi, duo qilar dadasi, kelin kelar yor yor. Hamrohidir ibosi, tark etmasin hayosi, duo bering bobosi, kelin kelar yor yor. Yor yor ey, yor yor ey, ikki sevishgan qalbning ey to'yi bugun yor yor. Yor yor ey, yor yor ey, ikki sevishgan qalbingga to'yi bugun yor yor. Chimildiqqa vafodor kelin bo'lsin yor yor. Xonadonga kelin emas qizi bo'lsin yor yor. Yiroq bo'lsin armonlar, niyat qiling sizlar ham. To'yingizda yor yorga yulduz aytsin yor yor. Yuzlarida pardasi yig'lab turar onasi, duo qilar dadasi, kelin kelar yor yor. Hamrohidir ibosi, tark etmasin hayosi, duo bering bobosi, kelin kelar yor yor. Yor yor ey, yor yor ey, ikki sevishgan qalbning ey to'yi bugun yor yor. Yor yor ey, yor yor ey, ikki sevishgan qalbingga to'yi bugun yor yor. Yor yor, yor yor, yor yor, yor yor. Mashallah. Yor yor. Yor yor. Yor yor, Tarona.net biz bilan birinchi bo'l. yor yor. Hovlimizda ushbu kun to'yi tolbon otimiz. Hovlimizda ushbu kun to'yi tolbon otimiz. Yaxshilarning o'g'liga qaynota bo'lgan otimiz. Otadan o'g'il qolar deb qizlarini ranjitib, qiz uzatganda ko'zi yoshlarga to'lgan otimiz. Jon qizim, jonim qizim, dardimga darmonim qizim. Otasining erkasi yo'q endi mehmonim qizim. Sovchilarga qudalar kutsin desam hech ko'nmadi. Onasining xizmatin qilsin desam hech ko'nmadi.
ukalarin o'ynatib yursin desam hech ko'nmadi. Ota ona mehriga to'ysin desam hech ko'nmadi. Xush kelibsan jon qizim, dardimga darmonim qizim. Onasining erkasi-yu endi mehmonim qizim. Otalik qandim eshit, endi senga ikki ota ikki ona mehribon. Qaynotangni ota de, qaynonangni onajon. Rozi bo'lsa shavhari men roziman ikki jahon. Jon qizim jonim qizim, dardimga darmonim qizim. Otasining erkasi-yu endi mehmonim qizim. Keleli qan? Yaxshimi? Yaxshimi? Keleli qan? Dadamlarni oldiga borasiz. Ama bir de ikiler çıksın. Yoksa ne? Ha, üstte. Her yaptığın Öyle mi? Naldıraga? Hayır. Nuqsi hurmat tushdi. قالوا هذا الذي رزقنا وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mübarek Rabbim, o'qigan hatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savobni, barcha o'tgan payg'ambarlarni, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni, xossatan bu ihson sohibi sohibalari, xossatan bu ikki xudolar kimlarni ko'ngillardan o'tkazib turishgan bo'lsa, barchalarni o'zing rahmatingga ol. Bularni boshlayotgan ishlarini xayrli qil. Bir-birlariga mehr muhabbatli qil, farzandlarni qo'shganlar bilan qo'sha qaritgin. Bularga o'zing solih o'g'il qizlarni ato qilib, bularni to'ylariga bosh-bosh bo'lib turganlarni ham nabiralarni to'ylariga bosh-bosh qilgin. Ko'chaga jam bo'lib turganlarni hammalarini shunday bir yaxshi kunlarga, to'ylariga jam qilgin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul duo. Sallallohu ala xulqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatik. Assalomu alaykum. Xayrli kun aziz mehmonlar, chiroyli kunlar, kutilgan orzu havasli to'ylar muborak bo'lsin. Demak, diyorimizda soat millari ko'rsatkichi 11:00 dan o'tyapti. Mehmonlar kelishdi, hali yana kelishyapti. Joylarimiz ko'p, to'ylar muborak bo'lsin. Demak, komanda bo'lib to'ylar davramizni boshlasak bo'ladi. Sevimli farzandga atalgan shodlik, qadimdan zo'r odat, ajib tantana, keling azizlar, bugun shu tantanaga birgalikda ularga baxt tilaylik, o'zsin mardona. So'lim qishning munavvar bo'lgan maftunkor kunlardan biri shahrimizdagi ko'rkam fayzli Komolota to'y tantanalar saroyi bugun yaqin insonlar bilan gavjum qarang. Ularning shirin diydor damlari bilan chiroyli, davralar esa fayzli. Mana shunday orzu havasli chiroyli kutilgan to'yga tashrif buyurgansiz mehmon va mezbonlarga, yurak yaqin insonlarga, mehrli, mehribon onajonlarimizga, dilbar singillarimizga yuksak ehtirom ila mehr muhabbatimni sog'inib assalomu alaykum deyman azizlar. Bugun yurtimizning yana bir nurli, fayzli bo'lgan go'zal xonadonlardan birida Ulug'bek aka Mardonovlar oilasida ajoyib kun, ulug' bir tantana, shodiyona ayyom kutilgan kun, chiroyli to'y. Bugun Ulug'bek akamni jondan aziz farzandlari, qizoqlarni, Mehrgulxonni Fotiha to'ylari yaqinlar davrasida o'tyapti. Dildagi yaxshi niyatlar, qalbdagi samimiy tilaklar yangi bunyod bo'layotgan chiroyli oilani chiroyli umr yo'llari tomon sog'inarkan. Avvalo shukrli kun bilan, chiroyli kutilgan to'y bilan biz chin qalbdan samimiy Xudoy va andalarni, yurak yaqinlarni qutlab qo'yamiz. Baxt shirin, baxtlar shirin, bekalik vaqtlar shirin, vafoyu ahdlar shirin, haqiqiy shaxtlar shirin, bir shirin farzand shirin, aylagin baxtning sirin, qo'llab yursa bir-birin do'st degan naqdlar shirin. Baxt shirin, boldan shirin, baxtlari bekam bo'lgan baxtli insonlar. Bugungi shodiyona kunni, chiroyli to'yni ikki quda anchadan buyon bir yaxshi niyatlar bilan kutishganda to'y qilsak, farzandlarimizni baxt sari boshlasak, ular uchun baxt eshiklarini ochsak deyishgandi. Bugun mana shunday yaxshi niyatlarga yetib, yaqinlar davrasida to'y qilishyapti. Mana shunday fayzli ko'rkam to'yxonada yaqinlarni yig'lab, unutilmas go'zal tantanalarni yaqinlar davrasida o'tkazishyapti. Tantana qatnashchilari, aziz mehmonlar, mezbonlar, yurak yaqinlar, keling biz yana bir karra Xudoy va andalarni qutlug' kun bilan samimiy yurakdan tabriklaylik. Yangi bunyod bo'layotgan chiroyli oilaga esa iqboldan baxtni, chiroyli muhabbatni tilaylik. Hammamizni to'yga yetkazsin. O'g'illarimiz kuyov, qizlarimiz chiroyli kelinchalar bo'lsin deb yurakdan yaxshi niyat qilib, ularni tabriklab, to'yga yetkazsin deb niyat qilib, qani mehmonlar bitta chiroyli gulbiroz qasal chalib qo'yaylik. To'ylar muborak bo'lsin. Demak, biz lutfan mana shunday chiroyli do'stlik to'kin dasturxonlarni ochiq deb e'lon qilamiz. Yoqimli ishtaha, xush kayfiyat, ko'tarinki ruhiyat, bayramona kayfiyat aziz mehmonlarga hamroh bo'lsin deymiz. Endi ixtiyorimizga qariyb 1,5-2 soatlik chiroyli shirin diydor damlari munosib fursatlarda siz bizga bugun atalgan, bugun dildan birgalikda yaxshi niyatlarni aytamiz, dil tortar qo'shiqlarni tinglaymiz, sho'x navolar kuylanganda esa mazza qilib o'ynab kulamiz. Chiroyli kunni, kutilgan to'yni, yaqinlarni, qadrdonlarni, qadrlilarni, shirin diydor damlarni birgalikda siz mehmonlar davrasida o'tkazamiz degan niyatdamiz azizlar. Yana bir karra Ulug'bek aka, Vohagul yanga, sizlarning jondan aziz farzandlaringizni bugungi shodiyona kunlari, chiroyli to'ylar sizlarga qutlug' bo'lsin. Chiroyli farzandlaringizni, o'g'il qizlaringizni rohatini ko'ring. Doim
mana shunday yaxshi ma'nodagi to'y tashriflar bilan yuring. To'ylar muborak bo'lsin, sizlarni tabriklaymiz. Endi O'zbekiston xonadonida to'y bo'ladi, yaxshi kunlar yaqinlar davrasida o'tadi. Albatta ijodkorlarga, san'at ahliga e'tibor qaratiladi, ehtiyoj seziladi. Ularni chiroyli qo'shiqlari bilan, diltortar navollari bilan yaxshi kunlarimiz kutilgan, to'ylarimiz yanada go'zal bo'ladi, davrlarimiz fayzli o'tadi. Bugun albatta shaxsan talablarga binoan biz muvaffaqiyatli bo'ladigan bir ijodkor akamizni tanishtiraman. Sizlarni taniysizlar, chiroyli qo'shiqlarni ko'p bor eshitgansiz, diltortar navolarni kuylab, O'zbekiston to'ylarida, yaxshi kunlarda yaxshi xizmat qilib kelayotgan ijodkor, xushovoz xonanda, sozanda, navozanda Shahbojon akam Xudoyqulov eng sara qo'shiqlarni guldastasi bilan sizdan bugun munosib fursatlarda chiroyli xizmatingizda bo'ladilar. Yaxshi qo'shiqlar, qalblarda xush yoquvchi, ko'ngil tollarini chertuvchi diltortar taronlar bugun ularning uftlaridan jarang sochadi. Yana bir karra siz mehmonlarga, yurakka yaqinlarga, qadrli qadrdon do'stlarga xush kayfiyat, yoqimli ishlarga hamroh bo'lsin. Biz davralarni, tantanalarni, orzu havasli chiroyli kunlarni, to'ylarni dildan kuylangan diltortar navolar bilan davom ettiramiz. Senga toshlar otdi qayg'uron, jayronga ko'zing to'la yosh. Senga toshlar otdi qayg'uron, jayronga ko'zing to'la yosh. Menda ham bor sevdagi sayyor, ey beozor, ey mo'min jonzor, jayronga ko'zing to'la yosh. Ey beozor, ey mo'min jonzor, jayronga ko'zing to'la yosh.
Ceyranlıya kuzin tunaya Ketuşken ağay bolayman Ceyranlıya kuzin tunaya Ceyranlıya kuzin tunaya Ay var kızım, aman var kızım, var kızım. Yengimin aman var kızım, var kızım. Xudayimga omonat qildim. Axir yaxshi yomon bor qizim. Bergan nonu tuzga roziman, roziman. Yaxshi yomon so'zga roziman, roziman. Otang bo'lsin o'zga roziman. Erkaligi hamon bor qizim. Oy bor qizim, omon bor qizim, bor qizim. Yomon ko'zdan qistirdim seni. Hikmatin yomon bor qizim. Bor qizim, omon bor qizim. Ortingga hech qaytaman dema. Nafsingdan hech qaytaman dema. Kimga rahim aytaman dema. Shaymondan aqlim bo'libdi. Parvo qilma bu quvonch yoshim, yoshim. Kelgan baxtingga ishonch yoshim, yoshim. Qiz bola turmaqman toshim. Har qizga shu zamon bor qizim. Oy bor qizim, omon bor qizim. Yoring senga vafodor bo'lsin, bo'lsin. Otang kabi soyabon bo'lsin, bo'lsin. Ko'zim nuri, ko'zlaring kulsin ey. Erkaligi hamon bor qizim. Oy bor qizim, omon bor qizim. Kimga yomon gaplaman, kimga dur farzandaman. Hozir kelgan bandaman, Xudoyim tavba qildim. Kimga yomon gaplaman, kimga dur farzandaman. Hozir kelgan bandaman ey, Xudoyim tavba qildim. Besh kunlik dunyo dedim, kalla yalla dedim. Besh kunlik dunyo dedim, kalla yalla
qildim. Haq yo'lida yurmadim, qibraga yuz burmadim. Haq yo'lida yurmadim, qiblaga yuz burmadim. Ko'rar ko'zda ko'rmadim, ey Xudoyo tavba qildim. Ko'rar ko'zda ko'rmadim, ey Xudoyo tavba qildim. Ishondim davronlarga, ergashib shaytonlarga. Kechir meni Allohim, o'zing yolg'iz panohim. Kechir meni Allohim, o'zing yolg'iz panohim. Qaddim Xudoyo tavba qildim. Haddan ziyod gunohim, Xudoyo tavba qildim. Kimga yomon gandaman, kimgadir arzandaman. Xudoyo tavba qildim, qomsiz kelgan bandaman, ey Xudoyo tavba qildim. Qomsiz kelgan bandaman, ey Xudoyo tavba qildim. Xudoyo tavba qildim. Xudoyo tavba qildim. Xudoyo tavba qildim. Diltortar navolarni yurakdan ijro aylagan ijodkor, ajoyib san'atkor akamiz Shahboz akam Xudoyqulovga albatta munosib fursatlarda bizni minnatdorchiligimiz cheksiz. Ijodiy barkamollik tilaymiz. Mana shunday o'zbekimning yaxshi kunlarda, chiroyli to'ylarda, tantanalarda diltortar navolarni kuylab, xalqimizni chiroyli xizmatlarni qilib kechani charchamang. Ijodiy barkamollik hamisha sizga hamroh bo'lsin deymiz. Hayolimni olar so'zingiz, tushlarimga kirar ko'zingiz. Xafadirsiz balki o'zingiz, diydorlashkim kelur siz bilan. Oylar o'tib, yillar o'tsa ham, bahor yana qaytib kelsa ham, orzularim armon bo'lsa ham, diydorlashkim kelur siz bilan. Haqiqatan azizlar, bugun qishning munavvar kunlarida o'tayotgan shodiyona kun, kutilgan to'y, tantana bugun yaqin insonlar bilan, ularni shirin diydor damlari bilan chiroyli-da, davronlar esa fayzli. Mana shunday chiroyli lahzalarni, chiroyli kunlarda, to'ylarni anchadan buyon ikki qudavr yaxshi niyatlar bilan kutishganda to'y qilsak, qo'm qarindoshlarni, yurak yaqinlarni, do'st birodarlarni yig'sak, bir haq bersak, to'y qilsak, farzandlarimizni baxt sari boshlasak, ular uchun baxt eshiklarini ochsak deyishganda. Qarang, bugun mana shunday yaxshi niyatlarga yetib, yaqinlar davrasida to'y qilishmoqda. Unutilmas go'zal ta'tillarni, chiroyli ayyomlarni, kutilgan to'ylarni yaqinlar davrasida o'tkazishmoqda. To'y bilan, tantana bilan qutlash uchun, ularni muborakbod etish uchun bugun xonadonning yaqin insonlari bugun davralarda ishtirok etishyapti. Chiroyli tantanani, go'zal lahzalarni, davralardan nasib mehmoni bo'lib turishibdi. Albatta ularning qalblarini qo'rida, ko'ngillarni eng to'rda bir samimiy so'z, yaxshi niyat, go'zal tilaklar bisyor. Endi biz munosib fursatlar davralarida tabriklar qismidan davom ettiramizda. Men qisqa suhbatda so'zlarni kimdan boshlaymiz deganda, keling, yaxshi istakni, yaxshi niyatni bir Xudodan bir eshitsak ham yaxshi taklif bildirib Ulug'bek akam. Narzul aka, keling, yaqinlar davrasida o'tayotgan bir yaxshi kun muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Bilaman, qalb qo'rida, ko'ngilni eng to'rda bugun yaxshi so'z bor, samimiy tilak bisyor. Mana shunday qalbdagi ezgu niyatlarni, dillardagi samimiy dil so'zlarni o'zingiz boshlab berasiz endi. Yoshlarga baxt tilash uchun
bugun to'y bilan qutlash uchun, muborakbod uchun demak so'z sizga. Narzul aka marhamat. Ulug'bek akamning xotinlari, yaqinlar nomidan bizdagi bir yaxshi so'zlarni bildirasiz endi. Xo'p. Davom etamiz. Narzul aka sal keyinroq chiqqan ekanlar, kelar ekanlar. Demak, bugun to'yga yaxshi kunga ishtirok etayotgan insonlar juda ham ko'p, mashaqqatli ammo sharafli bo'lgan kasb egalaridan biri shifokorlar ham bugun to'y bilan tabriklash uchun davrlarda aziz mehmon bo'lib ishtirok etishyapti. Hamma davr ahli biladi. Albatta, kelinimizni onajonlari shifokor. Bugun to'y bilan qutlash uchun ajoyib jamoadan, ahil kollektivdan ham juda ko'plab aziz mehmonlar bugun yaxshi kunga ishtirok etishyapti. Shohstopi bir keling, ajoyib jamoani, ahil kollektivni bir dildagi bir yaxshi so'zini, qalbdagi go'zal niyatlarni o'zi bildirasiz endi. Marhamat, yangi bunyod bo'layotgan chiroyli oilaga baxt tilash uchun, chiroyli kun bilan, to'y bilan qutlash uchun hamkasblar nomidan, shifokor opalarimiz nomidan, kollektiv nomidan demak so'z sizga. Opa keling, marhamat. Marhamat, men sizni ehtirom bilan, e'tibor bilan, hurmat bilan yonimga taklif qilmoqchiman. Kiyimlari oppoq misli tog'lar qora, shifokordir opamizning kasbikori, tinim bilmas, kasal yotsa gar bemor, tunlarini o'tkiradi bedor. El sog'lig'ini o'ylaydilar erta-yu kech, dard ko'rmasin shifokorning qo'llari hech. Opamon bo'ling, sog' bo'ling, boringizga shukr. Qani ajoyib jamoani, aql kollektivni bugun niyati bor, dilida, qalbda aytadigan samimiy so'zlarimiz bor. Mana shunday qalb tilaklarni o'zi yetkazadi so'z sizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli mezbonlar. Mana bugun dugonamiz, hamkasbimiz Mohigulxonning xonadonlariga katta tantana. Bu kishini farzandlari Mehrigulxon va kuyov bo'lmish Dilshodjonlarning nikoh oqshomlarida o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib bu 2 yoshga uzoq umr, sihat salomatlik, baxt saodat tilayman. Ilohim ular mana shu ajoyib yurtimizni baxtli oilalardan biri bo'lib o'tishlarini tilayman. Hammani xonadoniga mana shunday to'ylar nasib qilsin, yurtimiz tinch bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Rahmat so'z bergan. Yaxshi so'z uchun, chiroyli tilak uchun minnatdormiz. Davom ettiramiz davralarni. Bizni davramizga Qudrat tashrif buyurishdi. Endi Shahboz aka chiroyli qo'shiq bilan, go'zal navolar bilan biz Qudratni davramizga, to'yxonamizga taklif qilamiz. Marhamat. Xo'p, xudolardan taronat uchun go'zal navolar bilan, taronlar bilan biz Xudoyanlarni kutib oldik. Xudolarga andiraga to'ylar muborak bo'lsin. Demak, mehrli insonlar, yaqinlar, do'st birodarlar, qarindoshlar biz yor bugun davrda. Albatta ularning dilida samimiy so'z bor, ezgu istaklar tayyor. Demak, biz yana davrlarni tabriklar qismi bilan davom ettiramiz. Endi xo'p, bugun juma namozlari o'qiladi. Mehmonlar ko'p yozdirilgan. Vaqtlar siz uchun ketib qolishyapti. Bu boshlovchining aybi emas.
tushunmaydigan bir ikkita insonlar yaqinlab ular o'zlariga xulosa chiqarib olishsin. Davrlarni davom ettiramiz. Demak, Ruqiya xolam ishtirok etyaptilar. Ruqiya xola sog' bo'ling, boringizga shukr, to'y muborak bo'lsin. Qani bir keling yonimga. Onajonlar nomidan, yaqinlar nomidan, qarindoshlar nomidan bugun to'yga atalgan bir dildagi bir yaxshi niyatlarni, qalbdagi bir samimiy tilaklarni bildiring deganimda. Qani Ruqiya xola keling yonimga. Sog' bo'ling, ko'z ochib dunyoni ilk bor ko'rganda, zamonsiz gap so'zdan ilk begona, qadam bosib endi tilga kirganda birinchi so'zimiz bo'lganda ona. Yillar o'tdi mana ulg'aydik picha, bog'larga uramiz o'zni mastona, ilhom bilan o'tgan uyqusiz kecha, bitilgan she'rimning nomidir ona. Hayotning charxida shodimon bir kun, ko'zni yumajakmiz to'lsa paymoni, yostiqqa yetganda boshimiz bir kun, so'nggi so'zimiz ham bo'larkan ona. Mehrli onajonlarimiz, mehribonlarimiz, jonajonlarimiz hamisha omon bo'lsin. Bugun yaxshi kun, kutilgan to'y, orzu havasli go'zal lahzalar o'tyapti. Keling Ruqiya onajon, to'y muborak bo'lsin. Qani bugun hammadan ko'proq xolajonlar, ammajonlar, yangajonlar, qadrdonlar, qadriylar xursand bo'lib turishibdi. Demak, dil to'rida, qalb to'rida bugun yangi bunyod bo'layotgan chiroyli oila tomon, ularning umr manzillari tomon aytadigan chiroyli so'z, samimiy tilaklar bisyor. Mana shunday go'zal so'zlarni, yaxshi niyatlarni marhamat bildirasiz so'z sizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun Kamolotlar koshonasida ajoyib kunni ko'ramiz. Abdullar oilasida bugun katta to'y tantanasi. Mehrixon qizimizni, kuyovimizni nikoh to'ylariga borishasiz. Shu fursatdan foydalanib man shu ikkala yoshga vaqt tilayman. Doimo sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, qo'sha qamisilar. Ulug'bek kuyovimiz bilan Mahmud jiyanim ham qo'sha qarib, sog' salomat bo'lib, mana shularni ko'rib borishga nevara, chevara, evaralarni ham ko'rish nasib o'zi aylasin. Men bir yildan keyin Allohimdan tilaymanki, mana shu lavhalarga Ma'rifat oilasi nasib bo'lsa bir yildan keyin oltin beshikda olmoqchi bizlarimizdan. Men hammani uyiga mana shu chiroyli yaxshi kun bo'lishini istab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deyman. Rahmat. Onajon omon bo'ling, yaxshi so'z uchun, chiroyli tilak uchun minnatdormiz. Qani dildan chiqqan dil tilaklari ijobat bo'lsin degan mehmonlar bir qarsak chalib qo'ylar, onajonning samimiy so'zlari ijobat bo'lsin deganlar. Bu chapay bo'ldi, to'rdan qarsak ovozi eshitilmadi. Bitta niyatda bildirsam hamma qarsak chaladimi? Kuyov bolaning ma'lum dunyosi hamisha xo'pi ko'p bo'lsin. Birinchi farzandlar egiz, bir o'g'il, bir qiz bo'lsin deganlar guldiras qarsak chalib qo'ysin. Mana shunday chiroyli farzandlarni ham to'ylarda, yaxshi kunlarda siz bizni Alloh yetkazsin. Bugun do'stlar, xush niyatli insonlar davrasidamiz. Siz aytayotgan, biz bildirayotgan tilaklar bugun dildan aytiladi. Albatta yurakdan chiqadi. Ishoning, yangi bunyod bo'layotgan chiroyli oilaga, ularning umr manzillari tomon albatta ijobat bo'ladi. Yana bir karra ikki qudaga chiroyli kun, orzu havasli to'ylar, jondan aziz farzandlarning bugungi shodiyona, shodmon kunlari qutlug' bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin deymiz. Demak, biz dillardagi yaxshi so'zlarni eshitdik, tilaklarni tingladik. Endi keling bir davrlarni qizdirsak degandimda. Zo'r qo'shiq, sho'x navo, go'zal tarona yarashadi. Demak, onajon, qadrdonlarni, qadrlilarni, amma-yu xolalarni, yangalarni bir hammalarni o'yinga taklif qilamiz. Xudoy andalarni, qarindoshlarni Shahboz aka.
tilsem Yol gitkenlerni ko'rdim, ketgani armondalar Kim muhabbat yegani bilbachisin bardoshli Yol gitkenlerni ko'rdim, ketgani armondalar Kim muhabbat yegani bilbachisin bardoshli Sayrang bulbulim sayrang Shu gulni shoxisin sen Sayrang bulbulim sayrang Shu gulni shoxisin sen Yorim ketaman dedi ayrilib ko'ngli tilsam Yorim ketaman dedi ayrilib ko'ngli tilsam Sayrang bulbulim sayrang Shu gulni shoxisin sen Sayrang bulbulim sayrang Shu gulni shoxisin sen Yorim ketaman deydi ayrilib ko'ngli tilsam Yorim ketaman deydi ayrilib ko'ngli tilsam
boshim qurib ketdi-da. Ketdi-da, bir yorug'dan ketdi-da. Hayotimga baxshiday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da. Shunday go'zal yor voydan o'dan chiqib ketdi-da. چشمی تو گوهر این فارت همر روزی دوی من دختری دختر من غمی تو عاشق من تو ابروی سیاه یار بیا بیا تو چگولی بادم تو کلندکی بادم شینه جای خوره کجا رزکی بادامه یا تو چگولی بادم تو کلندکی بادم شینه جای خوره کجا رزکی بادامه
silêncio, estamos en las tu calle, tan sin gritona, no darle que escuchar. Alibaba, vivimos tigray, Alibaba, vivimos rapidinho, Alibaba, vivimos tigray, Alibaba, vivimos rapidinho, Alibaba, Alibaba, e posso ver que tem gente china, Alibaba, Alibaba, e posso ver que tem gente china,
bilan mastona gel Tudiga bir suxari ver so'zlab shirin dilager oltin kiygan do'stim so'zlab shirin dilager gulzorim istasan maqaring kulager ana ko'zga gel ana ko'zga gel ana ko'zga gel ana ko'zga gel Rakiblerden bezarman 100 bin maşakkat gider Hicabın olsa yazarman Gündüz görsen suretin Keçelere bidamen Bir hudum aşık oldum Seni kırmızı gülamen Alkolün ya hancarın Bağrım tilap dileyer Alkolün ya hancarın Bağrım tilap dileyer Ala küs gel gel Ala küs gel gel Ala küs gel gel Ala küs gel gel Sen şahsen bula gel Magulsam garip başım Sen şahsen bula gel Ana göz gel gel Ana göz gel gel Ana göz gel gel Ana göz gel gel Beni bir yamet ismi Kaf ilanama geldi Sözü dili vefalı Aynı kemala geldi Baharda çıktı güller Sarımı salama geldi Bu sözümün ahırı Sözüm kamala geldi Yağmurlasa yazalım Papaz kalamala gel Yağmurlasa yazalım Papaz kalamala gel Bana göz gel gel Bana göz gel gel Bana göz gel gel Bana göz gel gel
shahar ko'chalari Qirolicham yujagan Qirollarning qiroli keldi San'atga shirvalar San'at olib ketgan keldim Qirolicham yujagan Qirollarning qiroli keldi San'atga shirvalar San'at olib ketgan keldim Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу ответ. По крышам медлить, в голубей гонять. Дразнить Наташку, дергать за косу. На самокате мчаться по двору. Сказано на светях, не узнаю вчерашний забияк. А мы с Наташей по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу ответ, по крышам медлить, голубей гонять. Дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Детство, ты куда ушло? Где уютный уголок наш мод? Детство милого мне видно одна, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам медлить, голубей гонять. Дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам медлить, голубей гонять. Дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Есть! Qanamizni boshlaganimizga ham qariyb 2 soat bo'ldi. Bugun olisdan yaqindan mana Ulug' akamning hurmatlarini qilib bo'ladi qo'shiq. Hurmatlarini qilib juda ko'plab mehmonlar tashrif buyurishdi. Endi ish kuni bilamiz, vaqt tizig'iz. Endi bir uzrli mehmonlar uchun bir to'y egalarni mana bobolarini chaqirib duo olsayda yana qo'shiq bilan davrlarni davom ettirsa degan bir taklif bo'lyapti. Rustam bova, keling bir yonimga men taklif qilaman. Po'lat tog'a keling, mana Ulug' aka bir chaqirib, yaqinlarni chorlab bir duo olaylik, marhamat. Abil tog'a marhamat kelinglar. Keyin siz so'ragan qo'shiq bo'ladi albatta. Shamboz aka soqib qurolmay bermasangiz bugun bo'lmas ekan. Ulug' aka yonlarga o'tiring. Qarshi tabriklasini duo beradilar. Qarshi tabriklar. Yoshlar vaqtlar Assalomu alaykum. Alloh bo'yicha qancha vaqt bo'lsa orzu qilib orzulari yetib turibdilar. 2 yosh qo'shganimdan qo'sha qarisin, o'g'li juvali bo'lsin, bolalari ko'p bo'lsin, ota-bolalariga ajoyib inson bo'lsin. Hamisha mana shunaqa to'kin dasturxon egasi bo'laversinlar.
Ulug'bekjon bilan buvalari doim o'zi halovatini ko'rib, mana shunaqa to'ylarni qilib berib yuraversinlar. Katta rahmat. Tabriklar bo'ldi. Yollar tabriklar Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana shu ikkita yoshni bugungi vaqti kunlari bilan tabriklaymiz. Ular qo'shqa qarisin, uvoli juvoli bo'lsin, bolalari ko'paysin. Yoshlari ham xuddi mana shu o'zimizga sizlarga o'xshab chiqmasin. Aholi o'zini qishlog'ida, atrofidagi hamma insonlar hurmat qiladigan, bola chaqali bo'lsin, oila yaxshi bo'lsin, oilalariga tinchlik omonlik tilaymiz. Hammalaringizni Alloh qo'llab-quvvatlab, hamisha topganlaringiz to'ylarga buyursin. Uvoli juvoli bo'lib, qo'shqa qarib, nasib bo'lsa ularni bolalarini to'yida ham birga o'tiraylik. Hammani to'y tomosha ko'p bo'lsin, topgani to'yga buyursin. Hamisha Alloh qo'li hammamizni ikkita yoshda ham hamisha qo'llab-quvvatlab yursin. Bola chaqalari ko'paysin. Hammalaringizga katta rahmat. Duo beringlar. Insonlik bo'lsin, topganlarini to'ylarga buyursin, ikkita yosh uvoli bo'lsin, bola chaqalari ko'paysin, hamisha hammalaringni Alloh o'zi qo'llab-quvvatlab yursin. Boshlaring to'ylardan chiqsin. Aytilgan so'zlar, qilingan duolar bojan ijobat bo'lsin. Aytganingizdek xonadonda to'ylar ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlar bisyor bo'lsin. Biz to'ylarga kelaylik, davrlarda mezbon bo'lib, yaxshi niyatlarni aytib, mana shunday bobojonlardan duolar olib turaylik. Shunday go'zal hayot bag'rida yashamoq, farzandlar, nabiralar ketdan orzu-havasli kunlarga yetib to'ylar qilmoq hammamizga nasib etsin azizlar. Xizmatingizda Shahbozjon akam Xudoyqulov, shahrimizdagi ko'rkam fayzli Kamolot to'yxonasining xizmatchilari, Ayparcha akamiz bo'lishdi. O'zbekistonda to'ylari ko'p, albatta yaxshi kunlarda siz bilan uchrashamiz, birgalikda yaxshi niyatlarni aytamiz. Endi Shahboz aka talablarga binoan qo'shiqlar bo'laveradi endi bu yerda. Marhamat, siz so'ragan qo'shiqlar, go'zal navolar bilan davom etamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Tashakkur. Endi mana shu opajonlarimdan uzr so'rayman. Ko'p yil bo'ldi bu ashulalarni aytmaganimga. O'xshashini aytib beraman. Opalarimizdan uzr so'rayman.
я спорен суд, один этап встречи с тобой. Не ждет где-то близо моя, знаю, это было нельзя, все на свете было нельзя, и напрасно было. Ждать сказки с кино, все неясно стало тебе, столько лет я спорен суд. Один этап встречи с тобой. Не ждет где-то близо моя, знаю, это было нельзя, все на свете было нельзя, и напрасно было. Salomat bo'linglar. Bitta archa kam bo'ldi, keyin qorvo kam bo'ldi. Qolgani yaxshi bo'ldi. Yangi yil, yangi baxt, yangi omadlar olib kelsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Abdulla aka, bo'ldimi? Detstvanmi? Rahmat. Bo'ldi, yaxshi. Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергаться в косту, на самокате мчаться по двору. На нас глядят, не узнают вчерашний забия. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергаться ко сну, на самокате мчаться по двору. Детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергаться ко сну, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергаться ко сну, на самокате мчаться по двору. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Mana Dilam Basan bobosidan to'y o'tdi ekan, ha? Xabar o'tdi. Sog' bo'ling. Shu qonida